Raketada qanaqa qilib yemlashdi so'raydi. Do'konda turganda bu nimaga ishlaydi deb so'rashadi. Bu aynan mana shu bitta aniq o'rtacha masofani g'alaba yemlab bir joyga yig'ishda yaxshi effekt beradi. Bu aynan suvga urganda ochilib beradi. Buni asosan karpavikda, testi baland karpaviklar ishlashga maslahat beraman, yoki og'irroq yuk bo'ladi. O'tkani qarmoqlar sindirishi mumkin. Hozir buni mana yemlashni solishni ko'rsataman. Aynan knopka tomoniga yem solinadi bunga. Yemni ancha og'ir qilmaymiz. Kam-kam qilib ko'proq toshkani yemlashimiz kerak. Albatta perchatka bo'lishi kerak, nega chunki juda yomon qo'lda kesadi. Biz o'rtacha 1,5 metr qoldirib o'tiramiz. Tushgan joyidayoq klipsaga o'tkazib qo'yish kerak bu narsani. Aynan bir toshkani bitta liniyani yemlash uchun o'tkazib qo'ydim. Keyingisi o'sha joyga borib to'xtaydi. Birinchisi bo'ldi, endi ikkinchisiga to'xtaymiz. Boshqatdan ketyapti. Shu sistema to'liq 2-3 marta takrorlanishi kerak. Aynan bitta toshkaga yemlab qo'ysak, bu 5-6 soatdan keyin bizga o'z natijasini ko'rsatadi. Aynan bitta nuqtaga baliqni yig'ish bu baliqlar orasida natija beradi. Keyingi punktimiz. Kegidan so'ng kelib joylashdik mana. Sheylar tayyorlanyapti. Adam o'chib turishdi. Lekin ko'pchilik axlat tashlab yuborgan. Hamma axlat. O'zim kelib to'g'rilab ketdi maslahatim. Bitta o'tirganlarning o'zlariga minusga yuradi. Hamma joy axlat yuribdi. Baliqchilar ko'p. 15 shu turibdi, yo'qda budkachilar. O'zga yozdi. Ikkinchi tomon shu tomon, u ko'pchilik bilmaydi. Anor sahvoz tarafdan tushish, ikkinchi dambani ondan tushib kelish. Tashlab qo'ydik, endi kuzatamiz. Kerak bo'lsa, sizlar bilan bo'lishamiz.